Endi 7 avlodingizni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shajara axborot tizimi yo'lga qo'yilishi mumkin. Yangi xizmat o'z foydalanuvchilariga o'z shajarasini yaratish, tug'ilish, nikoh va o'lim haqidagi ma'lumotlarni olish. Bundan tashqari, genetik ma'lumotlar asosida uzoq qarindoshlarini izlash imkoniyatini yaratadi. G'alati hodisa yuz berdi. Kanadada bo'ri baliqchi to'ridan foydalanib baliq ovlagani videoga tushib qoldi. Xitoyda shimpanze sigaret chekkani uchun jazolandi. Hayvonot bog'i rasmiylarining ta'kidlashicha, sigaretni tashrif buyuruvchi tashlagan bo'lishi mumkin. Ammo shunga qaramasdan, hayvon intizomiy qoidabuzarlik uchun kechki ovqatdan keyingi gazakdan mahrum qilinib, jazolangan. Talabalarga ajoyib yangilik. O'zbekiston diplomlari 38 ta davlatda tan olinishi kutilmoqda. Bu O'zbekistonning oliy ta'lim sohasida mamlakatlarni tan olish to'g'risidagi global konvensiyani ratifikatsiya qilgani ortidan sodir bo'lishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan joriy yil 11 noyabr kuni imzolangan qonun bilan O'zbekiston global konvensiyani ratifikatsiya qilgan edi. Toshkentda ichki ishlar xodimlari 233 ming dollarlik kriptovalyutalarni qiynoq bilan tortib olgani aniqlandi. Jinoyat qidiruv xodimlari ikki fuqaroni ichki ishlar binosiga olib borishgan. Bosim va qiynoqlarni qo'llagan holda ularning elektron hamyonlaridagi kriptoaktivlarni o'zlariga tegishli boshqa hamyonga o'tkazib olishgan. So'ngra uni naqdlashtirishgan. Tintuv davomida xodimlarning uyi va xizmat xonalaridan 170 ming dollardan oshiq pul va hatto giyohvand moddalar ham topilgan. Isroilda ofitserlarga Android qurilma ishlatish taqiqlandi. iPhone esa ishlatish mumkin. Tegishli chora kiber tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida qabul qilingan. Armiya radiosining 26 noyabr kuni xabar berishicha, podpolkovnik unvonidan yuqori bo'lgan qo'mondonlarga rasmiy aloqalar uchun faqat Apple iPhone smartfonlaridan foydalanishga ruxsat beriladi. Ta'kidlanishicha, bu tashabbus yuqori lavozimli ofitserlarning telefonlariga solinadigan xavfni kamaytirishga qaratilgan. Isroil armiyasi iPhone'ning xavfsizlik tizimlari o'tmishda kiber tahdidlar bilan ko'p marotaba sinovdan o'tkazilganini qayd etgan. Habib Pavel Durovni birga mashg'ulot o'tkazishga taklif qildi. Pavel esa rozi bo'ldi. Habib Nurmagomedov shunday deb yozgan: "Ko'pincha seni zalda ko'ryapman. Birga shug'ullanish vaqti keldi." Pavel Durov esa menga manzilni yuboring deya javob qaytargan. Terminator kinosining rejissyori James Cameron film ssenariysi real hayotda yuz berishiga ishonishini aytdi.